Doim bir xil salat tayyorlashdan charchadingizmi? Bayram dasturxoniga yig'in, tug'ilgan kunlarda mazali salat tayyorlamoqchimisiz? Keling, sizga zo'r retsept bilan bo'lishaman. Охоточный sosiskalarimizni xuddi shu ko'rinishda to'g'rab olamiz. Ketidan mazali sirlarimizni uchburcha shaklida to'g'raymiz. Qaynatilgan tuxumlarimizni somoncha shaklida to'g'raymiz. Salat barglarini xohishga ko'ra to'g'rasanglar bo'ladi yoki qo'linglar yordamida bo'lib chiqsanglar bo'ladi. Hamma masalliqlarimizni tayyor qilib oldik. Endi salatimizni yig'ishga o'tamiz. Sosiskalarimizni solamiz. Ustidan salat barglari, sir, tuxum, oxirida kornishon mayda bodringlarimizni solib, mazali sloboda mayonezlarini qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Salatimiz tayyor. Dasturxonga tortishdan oldin ustiga suxariklar bilan bezatib, dasturxonga tortamiz. Suxariklarni albatta dasturxonga tortishdan oldin solinglar yoki yumshab qoladi. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, dugonangizga yuborib qo'ying. Albatta shu retseptni tayyorlab ko'ring, sizga juda ham yoqadi. Sahifamga obuna bo'ling.